Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biznesga kirish fanini, biznesda resurslar boshqaruv mavzusini olib boramiz va quyidagi rejalar asosida ushbu prezentatsiya tayyorlandi. Prezentatsiya davomida biz korxonada mavjud resurslar turlari haqida gaplashamiz, samarali boshqarish tamoyillari, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish usullari va zamonaviy boshqaruv yondashuvlari haqida gaplashamiz. Hop, sizlar uchun kirish savoli tuzganman. Hop, korxona muvaffaqiyatli, ya'ni korxona muvaffaqiyati faqat kapitalga bog'liqmi yoki inson, vaqt va ma'lumot ham resurs hisoblanadimi? O'z fikrlaringizni bildirib ko'ringlar. Savollar yoki qo'shimcha fikrlar bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri dars veb-sayti orqali menga bog'lansanglar bo'ladi. Resurslar o'zi nima? Resurslar bu korxonaning maqsadlariga erishish uchun foydalaniladigan barcha moddiy va nomoddiy vositalar majmuasi hisoblanadi. Xo'p, qanday resurslar ishlatiladi? Resurslar misol moddiy resurs, ya'ni kapital, to'g'rimi? Inson resursi, tabiiy resurslarga gaz, svet, suv kiradi. Vaqt bu bitta resurs turlaridan biri. Mana shu resurslardan unumli foydalanish korxonani manfaatiga xizmat qiladi. Xo'sh, resurslar boshqaruvining vazifalari nima? Resurslarni boshqarish orqali korxona resurslarini aniqlash va inventarizatsiyani qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ularni rejalashtirish va taqsimlash yengillashadi. Ishlatish samaradorligini tahlil qilish orqali korxona qancha miqdordagi xom ashyoni ishlatish, resurslarni ishlatish orqali qancha miqdorda mahsulot ishlab chiqarilayotgani va unga qo'yilishi kerak bo'lgan narxni hisoblashi osonlashadi. Resurslardan tejamli va oqilona foydalanishni ta'minlash mumkin bo'ladi va yangi resurs manbalarini izlashga imkon beradi. Xo'p, zamonaviy resurs boshqaruv yondashuvlari turlicha. Misol uchun ERP tizimi, ya'ni Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning degani korxona resurslarini rejalashtirish. Korxona resurslarini rejalashtirish degan ma'noni anglatadi. Ko'plab katta korxonalar ushbu tizimdan foydalanadi. Bu tizimlarga misol O'rta Osiyoda keng tarqalgan Adines 1C ERP tizimi, bo'lmasam SAP bor va bundan tashqari ODO degan tizimlar bor. Bularning barchasining maqsadi ayni vaqtda korxonada resurslarni hajmi, holati va korxonadagi vaziyat, nechta mahsulot ishlab chiqarilyapti, nechta ishlab chiqariladi, qancha nimaga ketdi, brakka ketdi, qancha xaridor bor, qanday mahsulotlar ishlab chiqarilishi kerak, barcha korxonaga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar ayni vaqtda, real vaqtda shu ERP tizimi orqali tayyor holatda turadi. Bu tizim borligi qaror qabul qilishda juda yengil qulayliklarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari Lean Management bor. Lean Management bu tejamkor boshqaruv tizimi hisoblanadi. Bu ortiqcha sarf-xarajatlarni qisqartirishga asoslangan tizim. Bundan tashqari Just in Time tizimi bor. Bu bo'lsa xom ashyoni ayni paytda ishlab chiqarish jarayoniga yetkazish usuli. Ya'ni deylik, avtomobil korxona bo'lsa, avtomobil korxonaga ma'lum bir muddatgacha 2000 ta avtomobil ishlab chiqarilishi kerak degan zakaz tushsa, ana shu zakazga kerak bo'ladigan xom ashyogagina nima qiladi? Talab qiladi. Bu orqali omborda joy egallab qolishni oldini oladi, pul ushalib qolishni oldini oladi.
ko'plab ortiqcha xarajatlarni oldini olish mumkin. Lekin buni ham o'z qiyinchiliklari bor. Buni birozdan keyin gaplashib o'tamiz. Bundan tashqari Human Capital Management HCM bo'ladi, ya'ni inson resurslarini strategik aktiv sifatida boshqarish. Bunga yana alternativ HRM, ya'ni Human Resource Management. Deyarli ikkalasining ham yo'nalishi, ma'nosi bir xil. ERP o'zi nima edi? ERP bu korxonaning barcha asosiy resurslar, moliyaviy, moddiy, inson, vaqt va axborot barchasini birlashtirgan yagona platforma bo'lib, bu orqali boshqaruv tizimidagi qarorlar chiqarish yengil bo'ladi. Asosiy maqsadi ma'lumotlarni markazlashtirib, duplikat ishlarni kamaytirish va qaror qabul qilish tezligini oshirish. Afzalliklarga keladigan bo'lsak, buning afzalliklari juda ham ko'p. Bularga misol qilib, resurslar harakatini real vaqt rejimida kuzatish, ish jarayonlarini o'zaro bog'liq va avtomatlashtirilgan holatga keltirish va har bir bo'lim yagona ma'lumot bazasidan foydalanishni ta'minlashdagi afzalliklarga ega. Lean management boya qisqagina ma'lumot berib ketgandim. Hozir esa chuqurroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Lean management yupqa tejamkor menejment deb tarjima qilishimiz mumkin. Bu ortiqcha sarflarni yo'qotish orqali korxona samaradorligini oshirishga qaratilgan tizim hisoblanadi. Asosiy g'oyasi mijozga eng katta qiymatni yetkazib berish, lekin eng kam resurs sarflash. Afzalliklarga keladigan bo'lsak, xarajatlar kamayadi, ishlab chiqarish tezlashadi, sifat yaxshilanish yuqorilashadi va buning o'zini tamoyillari bor, ya'ni 7 ta asosiy turi bo'ladi. Bular lean management: ortiqcha ishlab chiqarish, kutish jarayonini pasaytirish, ortiqcha tashish xarajatlari, zaxiralarni ortiqcha to'plash, ortiqcha harakat, sifat nuqsonlari, ortiqcha qayta ishlov. Shu turdagi isrofgarchiliklarni oldini olishga harakat qiladigan tizim. Just in time bo'lsa, bu ishlab chiqarish tizimida ham ashyo aynan kerak bo'lgan paytda yetkazib berishga asoslangan yondashuv. Asosiy tamoyilga keladigan bo'lsak, bu nima kerak bo'lsa, qachon kerak bo'lsa va kerakli miqdorda ishlab chiqarishga urg'u beradi. Afzalliklari bo'lsa, ombor zaxiralarini kamaytiradi, shuning uchun ortiqcha mablag' muzlab qolmaydi. Ishlab chiqarish jarayoni uzluksiz va muvaffaqiyatli bo'ladi. Sifat nazorati kuchayadi. Kamchiligi keladigan bo'lsak, tizim juda nozik. Yetarli ta'minotchilar bo'lmasa, yo'q mahsulot, xom ashyolar o'z vaqtida yetib kelmasa, butun jarayon to'xtashi mumkin. Shu sababli ERP bilan integratsiya qilish o'ta muhim hisoblanadi. HCM, ya'ni Human Capital Management, inson kapitalini boshqaruviga keladigan bo'lsak, bu inson resurslarini oddiy xodim sifatida emas, endi insonlarni nima strategik aktiv sifatida ko'rishga o'rgatadigan tizim. Xodim kelsa bo'ldi, ishni qilib ketaveradi emas. Endi xodim bir inson, uni o'zini potensiali bor. U potensialiga erishsa, korxona ham potensialga yaqinlashadi degan fikrni oldinga suradi. Shuning uchun har bir ishchisini qaysi vaziyatda qanday ishlayotganini, ishlash koeffitsiyenti, ularni kayfiyati, ularni maqsadlarini inobatga oladi va asosiy yo'nalishlar kadrlarni tanlash, joylashtirish, motivatsiya va rag'batlantirish, trening va o'qitish, karyera rejalashtirish va kompetensiyani tahlil qilishga urg'u beradi. Va misol qilib aytadigan bo'lsak, Google kompaniyasini People Analytics degan tizimi bor. Bu orqali har bir xodim ish unumdorligini o'lchash imkonini beradi va o'sha unumdorligiga qarab turib motivatsiya dasturi shakllantiriladi. Xo'p, quyida sizlar uchun blitz savollar tuzilgan. Ushbu savollarni ko'rib, javoblar topinglar. Yana qaytaraman, bu savollarga o'xshash savollar yakuniy nazoratlarda va mavzuga o'tayotganlaringizda tizimda shakllantirilgan bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Kelasi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.